Necha yoshsiz? Necha yosh? 24 yoshimda men o'zimcha bo'lgan narsa ko'rardim, deb yurardim. Hozir 40 ga kirdim. Men ko'rmagan ekanman. 24 dan bu yoqqa ko'p narsa ko'rdim, borku. Voy bilat. Bolasini boshiga qo'lini qo'yib qasam ichganini ham ko'rdik. Qur'on kitobi o'qib qasam ichganini ham ko'rdik. Tiz cho'kib chimildiqlarda meni kechir, meni yuzimni yorug' qilsang, men senga xotin emas, pul bo'laman. Oyog'ingni yuvib choyni o'rniga damlab ichaman deganlarni ham ko'rdik. Oxiri orada 1-2 yil o'tgandan keyin sen ahmoq yuzimga tik qarab, onamga hali qo'l ko'tardingmi, sen haromi, sendaqa xotinim yo'q desam, janjal ustida men seni endi akalaringga 2-3 yil oldingi aybingni aytaman. Chimildidagi oqshommi deganimda u nima dedi? Qo'lini biqiniga qo'yib turib, sansirab, "Yo'q, sanmi? Endi qanday takazot qilasan?" 5 degandi. Takshda o'shaning uchun ko'p odamning ko'z yoshiga ham ishonmang. 90% holatlarda bu ko'z yoshlar vaziyatdan chiqib ketish uchun qurol rolida bo'lib qolishi mumkin. Men yaxshi ko'rishingiz ham o'zi shart emas. Biz hayotimda 2-3 ta insonlar bor, shular yaxshi ko'rsa bo'ldi. Men ham sizga yaxshi ko'rmayman. Mariya bize, bratан, я такой, какой я есть, понимаешь? O'zbekchadan tarjima qilamiz. Okajon, men qanday bo'lsam shundayman. Men aqlli sizga o'zimni ko'rsatganim bilan, xatosiz farishta qilib ko'rsatganim bilan, misol uchun-da, namozxon qilib ko'rsatganim bilan, nima menga manfaat bunda? O'zimga to'q inson bo'lsam, men birovga paxta qo'ymasam, Xudodan boshqa hech kimga suyanmadim shu kungacha. Hayotimda bir marta rahmatli tog'amdan to'y qilganimda molingizni sotib bering, 2 ta mol qilib beraman 1 yilda deganimda tog'am yo'q degan javob bergan. Mana o'shandan keyin men nito'shto qarindosh urug' umuman hech kimdan ishlasa olmaydigan va so'ramaydigan bo'lganman. Faqat o'zimga suyandim, yaratganga suyandim. To'g'ri ko'p qiyinchilikdan o'tdim. Xudoga shukr, hozir ham hayotim millionerlarnikidaqa bo'lmasa ham, Xudoga shukr, bitta inson komfortli yashash uchun hamma narsa bor. Ko'rmaganim o'lim qoldi, ko'p narsa ko'rdik hayotda, ya'ni qaysi ma'noda. Har kuni o'limga tayyorgarchilik ko'raman, yaxshilik qilaman, boshqa qilaman. Har kuni qilaman, chunki ertaga men uchun